Hammaga salom o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan birja va brokerlar haqida gaplashamiz. Bizning sohamizdagi bularning o'rni haqida gaplashamiz. Ya'ni, deylik, men sizlarga birinchi navbatda kriptovalyutani misolda tushuntirib beraman. Kriptovalyutalarda ko'pchilik eshitgan Binance birjasi bor, yo bo'lmasam Coinbase birjasi bor. Shunaqa birjalarda bizga ular nima sharoit yaratib beradi? Masalan, kimdir kriptovalyuta sotib olish kerak bo'lsa yoki sotishi kerak bo'ladigan bo'lsa, masalan, kirib sotib olishingiz uchun ham yo bo'lmasam kimdir kirib sotishi uchun ham tayyor plashadga kriptovalyutani olib qatga borib nima qilishni bilmay bosh qotirib yurgandan ko'ra oson yechim deb qarasak ham bo'ladi bu narsaga. Keyingi masala imенно forex bozorida brokerlarning vazifasi nima deydigan bo'lsak, broker bozordan narxi olib bizga yetkazib beradi kotirovkalarni, bizadan orderlarni olib, ya'ni bozorga kirayotganda siz buyga kiryapsizmi, sellga kiryapsizmi, ya'ni har bir orderingizni bozorga yetkazib beradi. O'rtada har bir bitimni komissiyasidan yo bo'lmasam spreadidan brokerlar foyda qiladi. Brokersiz bozorga primoy chiqish imkoni yo'q. Siz bozorda savdo qilmoqchimisiz, обязательно broker orqali ro'yxatdan o'tib, broker orqali savdo qilishga majbursiz, boshqa hech qanaqa varianti yo'q. Bundan tashqari yana brokerlarning o'zi ham, deylik, hozir men sizlarga tushuntirib bergan brokerim bor, undan tashqari kuxunniy brokerlar ham bor. Bular sizni sliv qilgan pulingizdan daromad qiladi. Agar bu sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, keyingi videoda именно kuxunniy brokerlar haqida gaplashamiz.